Assalomu alaykum, Malinaxo obunachilari. Mana bugun 4-mart 2026-yil bahorni ilk kunlari. Bizda mana ish jarayonlari jadal ketmoqda. Hop, so'zim boshlansa aytib qo'yay. Bu parni emas. Malina parniga ekilmaydi. Malina asosan dalalarga ekiladi. Bu joyga ekayotgan sababi bu parnini eski joyi, tepasi salafalar olib tashlanadi. Tepasi salafalar hammasi olib tashlanadi. Men sizlarga oldindan aytib qo'yay. Keyin buni menga xabar savol bermayman, faqat parniga ekilish kerakmi, ochiq dalaga ekilmaydimi, ochiq ekilmaydimi degan savollarni to'xtatish maqsadida boshdan aytib qo'yaman. Bu parni emas. To'rt tepasi setkasi bor, lekin setkasini olib tashlaymiz aprelda. Hozir yomg'ir yog'yapti. Hisobdan o'tib ishlar bemalol ishlashyapti. Mana hozir paytda nadalba, beton stalba, shpelder hamma har xil tilda aytadi. Biz asosan shpelder deymiz. Mana shpelderlarni qotib chiqib, tepasidan mana troslarni o'rnatamiz. Tros nimaning vazifasini bajaradi? Tros bu nadalbani to'g'ri tekis ushattirish vazifasini bajaradi. Va bu nadalba u yoqdan shu shpelderimiz u yoqdan bu yoqqa ketib qolmasligini vazifasini bajaradi. Bularni oralig'iga keladigan bo'lsak, uzunasiga har 5 metrga qilingan, eniga 2 metr qilingan. Uzunasiga 5 metr, eniga 2 metr. Havodan butun so'rab qoladigan bo'lsa, savol qilinmoqda. Ishlar ajib ketadi. Hop, yana o'ylashingiz mumkin. Va bo'ldimi, endi men turist sotgandan keyin bo'ldi, boshqa ishlar qilmaymanmi? Yo'q, turist tortilgandan keyin qilinadigan ishlar bor. Turist tortilgandan keyin endi bunaqasiga sim tortiladi. Bunaqasiga sim tortamiz. Sim tortib, hammasini joy-joyiga oqib ketmagan darajada qilamiz. Nadalbalarimizni bo'yi 2,5 metr o'zi, lekin biz o'shanda 2 metrni 2 metr 200 ni qilib qoldiramiz. Bizda sizlar arzida tashqarida yomg'ir quyib yotibdi. Bitta ichkarida ishlayotimiz. Hammasi bir tekis bir qator bo'lib ketgan ishlarimiz. Hozirda Xudo xolasa bu birinchi joyimiz bugun bitadi, yurtimiz bitadi. Keyin naryolarimiz bor. Mana hammasini sizlarga video olib, chiroyli qilib ko'rsatib boraman. Qo'ldan kelgancha Xudo xolasa sizlarga tushunarli darajada videolar qilib boraman. İşçilerimiz hammasini o'z joyiga to'g'irlashyapti. Hop, malina ko'chatlarimizni hali beri ekmadik. Chunki hali vaqt bor. Oldinda -5 lar bor. Shuni Xudo xolasa o'tsak, yo'lda kelsak, malinalarni ekishni boshlayveramiz. Joylarimiz ajoyib tarzda o'ta go'zal bo'lib ketyapti. Hammasi bir tekis bo'lib, bir qator bo'lib ketyapti. Hali biza dalalarga ham ekamiz. Shundan ham videolarni qo'yib boriladi. Hozir men sizlarni zeriktirib qolmaslik uchun qisqa oddiy videolardan o'tkazib boryapman. Bu yerda sizlar uchun auditoriyani zeriktirib qolmaslik uchun albatta chiroyli videolardan qo'yib boryapman. Sizlar bilan Malinaxo asoschisi Ibrohim bo'ldi. Keyin ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deb qolaman. Men aytgancha, mana buni chuqurligi qancha bo'lishi kerak deganlar ham bor. O'shalarga aytib qo'yaman, buni chuqurligi 30-40 sm bo'ladi. 30-40 sm. Xullas